Sir bo'lmasa aka, bu qo'chqorlarga hozirgi kunda nima beryapsiz masalan issiqda? Masalan yoz kunlarida. Aka, shunaqa biz ham 4 ta qo'ydan boshlaganmiz boshida mana sekin-sekin mana barakasini berib, Xudo xolasa, Xudoga shukr, shuncha qo'y qilib oldik. Birinchi boqadigan obunachilarga-da aka, qanaqa qo'ydan boshlaganlari ma'qul? Qo'ylarimizga pishirib bergan ma'qul deysizmi yo xom berganmi? Endi ko'pchil o'shani munozara qiladi. Qo'ylarni gapirishdan oldin bir qo'yxonaga e'tibor qaratsak-da aka. Qo'yxonani tagini qanaqa qilgan yaxshi? G'ishbolmi, stashkami yo yerib turgan yaxshimi? Biz mana aka, mana shunda arpa, bug'doy, makka bor. Mana shuni qaynagan holatda mana shu to'la bo'ladi. To'la bo'ladi. 200 kiloga aylanadi, ha. Bu hashak tarkibida nimalar bor aka mana? Hop, silos bor, somon bor, moshpiris, yer yong'oq, beda bor. 4 xil, 5 xil bir kunda yo bir oyda deylik, bo'lmasa bir oyda qancha rasxod qilinyapti-yu, qancha foyda qilyapti aka? Bugun sizlar bilan 100 bosh qo'chqor boqiladigan fermaga yetib kelganmiz akalar. Bu joyda sizlarga qanaqa qo'yxona qurish kerak, qanaqa qo'y boqish kerak, qancha rasxod qilinyapti va bitta qo'ydan bir oyda qancha foyda qolyapti. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol-javoblarga mana bugun sizlarga to'liq ma'lumotni va xolasa Dehqon akamiz o'zlaridan beramiz. Assalomu alaykum O'zbegim Chorvasi YouTube kanali obunachilari, bizni kuzatuvchi obunachilar. Obunachilar, xudo xolasa podishkani ayamay turib, like tugmachasini qizartirib qo'yasizlar. Biz qo'ldan kelganicha mana shu qo'chqorlardagilar to'liq ma'lumotini yoritib berishga harakat qilamiz. Biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Farhodjon akamizni qo'y fermalariga kelib akalar, mana shunday qo'chqorlarni boqish ratsioni, ya'ni boqish haqida qisqacha video syomka tayyorlaganmiz. Podishkani emasdan videoni oxirigacha ko'rib, yaqin birodaringizga ulashishni unutmaysizlar akalar. Kimgadir bizni videomiz foydali bo'lib, manzur keladigan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Sizlarga to'liq ma'lumotini Farhodjon akamiz o'zidan beramiz. Farhodjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sherzod aka. Yaxshimi aka? Rahmat. Ahvollar qalay, charchamasdan? Xudoga shukr, sekin. Bugun aka, xudo xolasa obunachilarimizga, bizni kuzatadigan aka-ukalarga bir to'liq ma'lumot bersak, mana qo'chqorlarda har bittamizga boqish nasib qilsin akalar. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin. Obunachilar mashalloh deb yozib ketasizlar akalar, kommentariyga iliq fikrlarni yozib ketasizlar. Iliq fikr qoldirgan obunachilarga har bittamizga mana qo'chqorlardan 100 ta, 150 ta boqish nasib qilsin akalar, xudo xolasa. Endi Farhodjon aka, bu joyda 100 ta qo'chqor boqar ekansiz. 100 ta boqilar ekan. Xudo xolasa. Assalomu alaykum obunachilar. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, ma'lumot berishga. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Bilib bilmaydigan gapirib qo'ygan gaplarni uzr so'ragan holda videomizni boshlaymiz. Endi aka, qo'ylarni gapirishdan oldin bir qo'yxonaga e'tibor qaratsak-da aka. Endi ko'pchilik qo'yxona qurib, har xil qo'yxona qilyapti. Shunga qanaqa qo'yxona qurishni maslahat berasiz aka? Qanaqa bo'lsin? Nimalarga ahamiyat berish kerak? Qanaqa kamchiligi bo'lgani, o'shani yoritib ketish kerak, masalan, o'shani to'ldirib ketish kerak. Shuni bir obunachilarga bo'lishsangiz aka. Mana aka, mana shu qo'yxonani ko'rsangiz, balandroq qurilgan. Nimagaki, havo yaxshi aylanib turish uchun portichkalarimiz bor. Betonlarda ham bor, dumaloq qilib qo'yilgan. Asosan, u portichkalarni ham ko'rsatib qo'ysangiz, qishin yozinga mo'ljallangan. Mana asosan tagi quruq turib, gazlanmaslik kerak. Ko'p aka-ukalarimiz qurishyapti, pastroq qilib, tepasini hashakxona qilib qo'yishyapti. Unda havo yaxshi aylanmaydi. Shuning uchun portichkalarni ko'paytirib balandroq qilganmiz biz. Tepasi hashakxona. Iloji boricha skvoznoy, ya'ni balandroq havo aylanishini ta'minlab berish kerak demoqchisiz. Xuddi shunaqa aka. Lekin portichkalarimizni shu bitta priska mo'ljallangan, shuni yopib qo'ysangiz, yopib ketaveradi aka. O'sha portichkalar? Ha, tepadagi. Bitta priska mo'ljallangan, tepada ham, pastda ham, xuddi shunaqa. Qish kunida yopiladi. Yopiladi, salafan tortadi. Salafan tortiladi, lekin issiq bo'ladi-chi, qo'yiladi o'zining issiqligi bilan. Keyin qo'yxonani tagini qanaqa qilgan yaxshi? G'ishbolmi, stashkami yo yerib turgan yaxshimi? Biz aka turpoqli qilganmiz. Unaqa polda g'ishlik qilmaganmiz. Nimagaki, tezroq qurib, asosan qo'ylarni tagi quruq tursa, shunda oyoq kasalliklari, har xil kasalliklar chaqirilmaydi. Ko'pchilik hidi o'ziga ham urib yoradi, ho'l bo'ladigan bo'lsa, ko'p qassob akalarimiz shunaqa deyshadi. O'shanga turpoqli qilgan yaxshi deb o'ylaymiz aka. Turpoq, ya'ni yerni holatda o'zida turgan yaxshi. Endi ko'pchilik hali qilib qo'yapti-da aka, pol qilib qo'yapti, stashka yo g'ishpol qilib qo'yishyapti. Qo'ylarim tagi qurimayapti yo oyoq kasalligi ko'p chiqayapti deyishyapti. Shunga masalan yerda qilgan yaxshi demoqchisiz. Yerda qilgan yaxshi. Keyin masalan qo'ylarimizni birinchi boqadigan obunachilarga-da aka, qanaqa qo'ydan boshlaganlari ma'qul? Ya'ni nechta qo'y boqsin, ya'ni imkoniyatga qarab, lekin qanaqa qo'y boqsin? Sog'liqmi, qo'chqormi? Endi aka, hammaga har xil, bizni ham tajribamizdan kelib chiqib, misol dadamiz boshlaganlar, biz ham o'shaga kelib boqyapmiz aka. Biz asosan tezroq yetiladigan qo'y olamiz.
qo'chqor. Hop, 10-11 oylik qo'chqor olib, o'sha qurbonlikka, asosan to'y sezonga qilib tayyorlab sotamiz. Zotga har xil qo'y qilib sotamiz akalar. Endi hamma o'zini sharoitidan kelib chiqib olganni tavsiya qilaveramiz. Tavsiya qilinadi. Endi birinchi boqadigan odam babi bu kishiga kasallik boshqasi yo'q bo'ladi, bilasiz. Shunaqa aka. Endi shunda endi hamma ham bilib tug'ilmagan, sekin-sekin masalan otalarimizdan, tog'alardan, qo'y boqib turgan odamlardan maslahat so'rab, mana shunaqa videolarni ko'rib, hamma ham o'rganib sekin-sekin optini oshirib boradi. Shunaqa aka, biz ham sizni videoyingizdan yoki boshqa odam videosidan ko'rib sekin-sekin tajriba orttirib boryapmiz. O'shalarga rioya qilib, yashang mana shu holatga yetyapmiz akalar. Endi sir bo'lmasa aka, bu qo'chqorlarga hozirgi kunda nima beryapsiz, masalan, issiqda? Masalan, yoz kunlarida. Xo'p aka, yeyishiga qarab beramiz. Hozir asosan qaynatib beramiz yemni. Ha, yemni qaynatib beriladi. Yem qaynatib, orqasidan mana shu hashay tashab qo'yamiz. Kechasi bilan yemni bitta ko'rsatay aka. Bo'ldi aka, mana. Mana shu qozonimizda konteynerdan yasalgan 100 kilo yem qaynaydi. Ha, necha litrli qozon aka bu? Bu bilmayman, bir 300 litrlik, 200 litr 200 litr atrofida bo'lsa kerak. Ha, primini aniq bilmaydi lekin. Aniqni bilmaymiz. Mana aka, mana shunda arpa, bug'doy, makka bor. Mana shuni qaynagan holatda mana shu to'la bo'ladi. To'la bo'ladi. 200 kilo yemga aylanadi, ha. Aha. Buni qancha foiz qo'shasiz aka buni tarkibiga? 30 ga 30 ta aka. Ha, 100% deydigan bo'lsak, 33%, 33% dan 100 kilo deydigan bo'lsak, 30 kilo, 35 kilo atrofida tushadi. Shunaqa tushadi aka. Bir xil tushadi hammasi. Bir xil tushadi. Arpa ham, makka ham, bug'doy ham bir xil tushadi. Lekin pishgan holatda aka. Mana. Endi aka bir narsada qo'ylarimizga pishirib bergan ma'qul deysizmi yo xom berganmi? Endi ko'pchil o'shani munozara qiladi. Quruq ber, ho'l ber deydi. Endi biz aka yeyishiga qaraymiz, qo'yimizni axlatiga qaraymiz, chiqarib yuboryaptimi, значит boshqacharoq o'zgartiramiz. Hozirgi kunda mashina yaxshi yeyapti, yaxshi o'zgarayotgani, effekti yaxshi bo'lgani uchun mashina beryapmiz aka. Effekti yaxshi bo'layotganligi uchun shuni berilyapti. Ha, tushunali. Endi bu qo'chqorlarni agar bu tojik poroda 3 qo'ra qo'yimiz, sariq qo'ylar, ha? Sariq qo'ylar 70 ta, asosan 70 ta edi, sotilib mash qoldi. Endi terib olganmizda, optim. Terib optim olingan. Bitta akamizdan olingan, shu yerga olib kelingan. Bozorda olmasdan tergansizlar, qo'ralardan, ha? Ha, tushunali. Endi ko'pchilik aytayapti, shunaqa 5 milliondan qo'y olib yo 6 milliondan qo'y olib men qanchaga sotaman yo qancha foyda qilaman degan obunachilar juda ham ko'p aka. O'shanga qimmat silashayotganlar juda ham ko'p-da. Masalan, mana real hisob-kitob aka, mana ko'zingiz ko'rib turibdi. 5 milliondan olib turib aka, mana shu boqib chiroyli foydasini mana shu akamiz ko'ryapti. Bekorga mana shunaqa 100 ta boqmayotganlar aka. Xudo xolasa. Ha aka, shunaqa biz ham 4 ta qo'ydan boshlaganmiz boshida, mana sekin-sekin mana barakasini berib, Xudo xolasa, Xudoga shukr. Shuncha qo'y qo'yib oldik. Birinchi 4 ta qo'ydan boshlagan. 4 ta qo'ydan boshlaganmiz aka. Uyimizda 4 ta 100 ta qo'ygacha mana aka. Niyat xolos. Havas qilgan odamga masalan nasib qilaveradi akalar. Sizlar ham havas qilinglar. Bitta bo'lsa ham qo'y olib, yaxshi niyatda boqing, Xudo xolasa, aynan 100 ta, 150 ta boqish nasib qilsin, Xudo xolasa. Bu tomoni Qirg'izistonda arashanlar, ha? Qirg'iziston arashanlar aka. Yoshlari qanaqa aka bular yosh? Yoshlari endi 2 tishga o'tyapti. Olganimizda qo'ziydi, bir ko'rdik kecha kuni. 2 tishga o'tganlari bor. Oldi 2 tish aka. Ha, yaqinda o'tganlari ham bor. Ha, zotga sotamiz, Xudo xolasa kelsin. Ko'rsin, ma'lumotlarni beraveramiz akalar. Alohida Telegramdan videosini ham tashlab beraveramiz, Xudo xolasa. Hozir bularga 100 ta deyapsiz, bu yerda 100 kilo yemni bir mahalda o'zida yeydi. Ha, bir mahalda o'zida. 100 kilo yemimiz 200 kilo bo'ladi qaynatganimizda. Ha, uni qaynatib turib bir narsa qo'shasizmi? Ha, raps shiroti bilan kepakka aralashtirib, ozgina tuz qo'shib beramiz, o'shani beramiz. O'shani masalan bitta qo'y hisobiga 1 kilodan tushyapti, bir mahalda o'ziga. Pishgan holatida. Lekin orqasidan hashak berar ekansiz. Hashak beramiz aka. Bu hashak tarkibida nimalar bor aka mana? Xo'p, silos bor, somon bor, moshpiris, yer yong'oq, beda bor. 4 xil, 5 xil omoqda qilib beriladi. Ha, endi hamma o'zini sharoitidan kelib chiqib bersa bo'laveradi. Biz shunaqa minerallarga boy ekan, maza qilib yeydi, qo'ylar mushuk chiqarmaydi o'shanda. Masalan, silosda ko'pchilik beradi, o'zini holatda beradi-da. O'zini berib qo'yadi. Qanaqa holatda berasiz? Masalan, promoyapga qopda to'kib berasizmi? Yo'q, biz yeyib qo'yamiz aka, yeyib gazini chiqargan holatda, misol kechqurun yeyib tayyorlab qo'ysak, ertalab beramiz. Ertalab tayyorlab qo'ysak, kechqurun beramiz. O'sha gazi chiqqan holatda beramiz aka. Gazi chiqqan holatda beriladi. Masalan, ochig'ini gapirish kerak aka, xafa bo'lmaysiz. Qo'chqorlarda masalan shu holatda boqilyapti, masalan necha xil rasxod qilinayotganini o'zingiz ham bilib turibsiz. Endi bu qo'chqorlarda bir kunda yo bir oyda deylik, bo'lmasa bir oyda qancha rasxod qilinyapti, qancha foyda qilyapti aka? Aka endi sir bo'lmasa agar. Xudo xolasa, mana shu qo'ylarimiz 200 ming atrofida yeyapti aka.
oyda. Bir oyda. Rasxoti. Ha, rasxoti. Endi foydasini aka, masalan, mashq qo'ylarni zotga deb sotyapmiz. Ichida quyug'i, suyug'i bor aka. Ha, nasl boplari bor, Ha, go'sht boplari go'sht bor. boplari bor aka. Mana akalar. Qo'chqorlarimizga ham o'zlaring ko'rib turibsizlar. Endi kimnidir shabloni har xil aka, hammaning shabloni har xil. Kimga qanaqadir ko'k yoqar, qorasi yoqar yoki bunaqa arashanda oq yuzlari boshqasi yoqar. Hammasidan bor akalar mana. Xudo xolasa pastda nomeringizni qoldirib ketaman aka, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqishadi. Xudo xolasa ma'lumotlar beraveramiz. ma'lumotlar berilaveradi. Endi aka, bu qo'chqorlarni qachon tashagansiz o'zi? Aka, bularni xudo xolasa 3 oy bo'ldi tashaganimizga. Bularni 3 oy bo'ldi. Ha, bular 3 oy bo'ldi. Qirg'izistonniki. Qirg'izistonniki 3 oy bo'ldi aka. Qolganlari Bu tarafdagilar 6 oydan o'tdi ozgina. 6 oy atrofida bo'ldi. 6 oy atrofida bo'ldi. Endi aka, Bular o'zi kelganda o'ta suyakli qo'y edi. Katta qo'y edi, ha? Katta qo'y edi. O'shanga endi sekin-sekin o'ziga et olib, xudo xolasa ko'ribsiz. hammamizga nasib qilsin aka. Endi bu qo'chqorlarni primerni qancha sotilyapti masalan? So'rab kelganlar bo'ladi-yu. Ha, bo'lyapti aka. Xudo xolasa sotyapmiz mana shu yerdan. 9 milliondan 13-14 milliongacha sotyapmiz. Holati naslga. Ha, naslga. Uyimizda ham bor, uyimizda bundan yiriklari ham bor. Kelishsa, Yiriklari ham bor. ko'rib yoqtirib ketishaverar aka, olib. Aloqa chiqishaveradi, xudo xolasa akalar. Masalan, men qo'y boqmoqchiman. Mana shunaqa holat bo'lib qoldi. Yo bo'lmasa, men qo'y boqmoqchiman, qanaqa qo'ydan boshlaydigan obunachilarimiz uchun mana akalar sizlarga qisqacha bo'lsa ham biz yoritib berishga harakat qildik. Kimgadir naslga kerak bo'lishi mumkin, kimgadir to'y marosimlariga kerak bo'lishi mumkin. Qanaqa ehtiyojingiz bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomor aloqa chiqasizlar. Hammasidan topib berishadi. Xudo xolasa akalar, sizlarga mana shunaqa katta qo'chqorlarni nasib qilsin. Kichkina qo'zlardan bor, masalan, men boqmoqchiman, o'zingiz boqayotgan qo'chqorlarni zot bilan yoki o'shalardan menga ham topib bering deganlarga ham bo'ladi aka, xudo xolasa kelsin, aloqaga chiqishaversin, aloqaga chiqishaveradi, xudo xolasa. Mana akalar, har bittamizga nasib qilsin. Xato kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, akalar bilib-bilmay gapirib qo'ygan gaplarimiz bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'ragan holda biz shu joyda syomkamiz yakunlaymiz aka. Qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumotni berdik degan umiddaman, lekin kommentariyaga yozib ketishyapti. Masalan, nima haqida gap so'rashmoqchi bo'lgan bo'lsa, masalan, to'lmay qolgan bo'lsa, kommentariyada javobini berib ketaveramiz. Qo'ldan izohlarda qoldiringlar, xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz akalar. Like tugmachasini qizartirib qo'yishingizdan chiqmasin akalar. Barchangiz chorvangizga Xudo barakasini bersin. Biz shu yerda o'z syomkamizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangiz chorvangizga Xudo barakasini bersin.